Hey, bizni jiborimiz taqib ketdi, bu nima sho'g'ni? Oyting jibo. Meningcha, cho'qim bizda ko'ramay, bir jibo qaytgan gap. Hey, menga tingla. Jiboda nima ish qilishqandinglar? Voy, hech qanday qilishmagan, shu peki qilib haqdan so'g'at so'rgan, iftirvatdim. Shu jazo o'ynagan tuyuqsiz tushib ketdi. Hozircha zodi. Bizni bir xil ko'rmaydiganlarcha qarang. Hozir to'rt dunyosida har xil axlat uchurlarni tozalayotdi. Dal sen haqdek sapasizlarni. Bir undan sakin tursa, talantingizni joriy qilib do'sangiz momdo. Va qiziqya, rost talantimiz o'smisha tayinliq peki qilamdi. Amsig'it qisinglar bo'ldi. Hey, mening shohorim Batixe. Efendim, hozir ishlar toza yaxshi emas. Bizning har qaysiyadan vanqon qilma deb oldab kelgan shovdiylarimizning jibolari taqilib ketib bordi. Ba'zi bolalarning finslari to'lim oz. Mana masalan Mao mashqisini. O'lash dashin peki o'ynab baqdinglarmi? Lozroq qilib. Buning sababi hozir xalqning sopasi o'rlab ketibdi. Bunda tayinliq jibolani ko'maydi-ku. Davud, Savut, sizlar qilib kelinglar. Qog'ininglar chiqdinglar. Qip-qizil ziyongu bu. Bu haq bekachilikda jibo ko'may nima ish qiladi? Cho'qim ashu san topgan parlik banxonlar qamlashtirilmagan gap. Pekay deganni o'ynamamdi, yuz ko'zi deganni bo'yab, harkat deganni qilib, mantiq tunigilib bu haq yo'qon xo'jandim bir navatkan. Asan topdim ma'qulni men. Bir-birini qo'llash deganni qat'iy bilmaydi bu haq. Efendim biz jibo qilsak odamlar bek oskiryotdi. Amsi tilla, og'zingni buzya, lavzliqni qilya. Efendim lekin kichik bolalar ko'rib olsa buni. Og'zingga kichik bolalar kelyapti degan qurib ketsin. Mana pul kerak pul. Oldin ketdim haqni tillab o'birnidakka qilishqadi yaxshi taqilgan-ku. Shuni do'rab qilishni o'qimagan. Satkat deganga to'shtirib at, chunchillarda taqilib ketsin. Qiziq nuqta qilishimiz kerak. Ey sadigan ketay satang balalar. Moshinchilik ishnimi qamlashtiranmasanglar. Haqning jibojalariga kirib, og'zingni buzib tillashmamsa, ha? Moshini o'gitamdim. Hozirgi haqiqatan sapaliq to'rdoshlar chiq. Lekin bizni qo'llaydigan, o'yinimizni ko'rdigan bolalar yana bor. Shuni odam foydalanishimiz kerak. Isit pavchalarim, xo'jalarim, isit dildallarim, voy dag'alarim. Avot. Sen derhal Samet bilen Ahmet ikisiga bir daşın PK o'rlashtirib et. Bir-birisiga jang e'lon qilib, og'ziga kagira kasat gap bo'lsa, hammani qilsin, ata-allar faxrlangidek tillassin. Menimcha eng yaxshisi qiziqlar aralash PK qilsin. Shakfani paralaji qiraq bo'lsa, aqlsiz ko'rinmalar. Texmi ko'p bo'ldi. Dilish bo'lib jinning yang deyishni unutib qolmanglar. Meyislenmanglar ballar. Bir turkum to'rdoshlar bizni qo'llab denzan qilib jibolarimizni chunki taqib qilsa, biz yana vanqon bo'la olamiz. Mana ishinglar. Ashunda bir turkum odamlar bor. Har vaqt o'yin ko'rishkamroq. Efendim, 4 yoshga kirgan bolangiz og'zini buzib o'tdi. Chaqira ani, kim o'gitibdi uning bunda sarkapni?